Voy, balık sezon boshlandi. Men bo'lsa baliq pishiraman. Voy. Bismillah. Voy, bechora baliq, men unda yaxshi joy tayyorlayman. Sog'intirib yashagim kelar. Sog'intirib hey. Eslatma. Balig'i gap yo'q yog'larda pishiring. Asalli qimiz bilan ketadi-yu. Yeb beraman. Qadrni qadrlab topdim, vaqtni sizga baxtlab topdim. Yaxshi do'stning ortidan chopdim. Oshpazlari ham chempion ekan. Aziz akam o'zlari pishar ekanlar. 15 yillik oshpaz. Sizga baxtlab 1 kilodan 10 kilogacha bo'lgan balig'imizda na hidi bor, na yog'i bor. Har bitta baliqlar alirak va yemi bilan boqiladi. Va hammasi Toshkentning baliqlari. Fish fry. Sos bilan yog'lanib ketadi. Alhamdulillah.